Ijaraga elektrovelosipedmi? Unda Volter. 8 soatlik smenam bor, 65% zaryadka bor ekan. Almashtirsam, almashtirmasammi? Yana bir 65% zaryadka bilan 40 km yuraman-da. 40 km yursam bo'ladi. Yo'q, hozir almashtirib kelmayapti, to'g'risi. Ishlayveramiz, ishni boshlaymiz, uzunga kiramiz. Mana smenani boshlash. Rasmga tushamiz. Bizda birinchi buyurtma bor, Proxinkali. Assalomu alaykum. Dastavkani qayda olaman? Aha, 4270. Rahmat. Oh, sirena isib ketibdi. Kunga qo'yganimga. Masofa 209 km. Mayda kuryerlar bor ekan. Volter elektrovelik turibdi. Niye bunaqa ko'rsatdi hozir? Boshqa joyga kelib qo'yibman. Boya ham shuni bosdim. Nima unaqa qildi? Hozir boshqa joyga kelib qo'yibman. Mana shunisi yomonda, ilon o'zida bo'lsa-da, navigator bor-ku. Hozir Yandex adashdimi, u adashdimi, bilmadim. Ketdi endi yana orqaga. Xo'p, birinchi pod'ezd, 3-qavat, 5-xonadon. Nimaga bu Yandexni to'g'ri ko'rsatdi? Men shunga hayron qolyapman hozir. Assalomu alaykum. Yo'qmi ishtaha? Bo'ldi, topshirdim. 11 ming bo'ldi. Lesaylis. Aytaman, ovqat tashishda eng yaxshi taraflaridan, zo'r taraflaridan mana mijozdan restoranga olib borish yaqinda, uzoq emas. Uzum 85-22. Nima deysiz? Ha, bo'ldi. Hozir sumka esimdan chiqibdi. Sumkasiz kiraverib urgan qopman. Nihoyat, buni ham bir 5 minut kutib qoldim shekilli. Yandex yetkazishdan masofa uzoqroq bo'ladigan bo'lsa, yo'lda ko'p yuradigan bo'lsak, uzun tezkorda masofa yaqin restoranda ko'proq kutib qolishingiz mumkin. Masalan, bundan avvalgi restoranda 10 minut kutdim, bu sizda 5 minutdan ziyodroq. Chunki salqinda dam olib o'tirasiz-da. Sizgami? Yoqimli ishtaha. To'qson 95 uzun. Ha. Assalomu alaykum. Sog' bo'ling. Aha, rahmat. Ikkinchi qavat 17-ofis ekan. Bu yerdan, rahmat. Uzoq joydan keldim lekin hozir ancha Yutaurga keldimda, Kamolondan. Ajoyib. 16 erkaklar kirish mumkin emas deb qo'yibdi. Telefon qilamizmi? Ha, o'zi chiqdi. Assalomu alaykum. Sizgamidi? To'langa. Yoqimishda. Aniq shungamidi? Xo'p, mayli, topshirdik. 4-chi yoki 5-chi esimdan chiqib ketdi. Mana 4 ta buyurtma 52 ming. Yaxshi, uni real vaqt rejimida ko'rsatadigan bo'pti bular narxini. Kamolon osh yana. Ikkita tushdi shekilli birdaniga. Lekin akkumulyator almashtirib olishim kerak-da. Almashtirib olmasam ahvolim chatoq. 85-30 uzun. 81-68 ham bor. Sumkangiz bormi? Bor. Olib kelaymi? Voy. Qara, sumka olib ketishga o'zi keldi men. Xayolim qayerda meni? Kun issiq. Kun yaxshigina issiq bo'lyapti. ID'siga bitta qarab olaylik-da. Mana 85-30 ekan. Xo'p, buchi 81-68 bo'ldi, hammasi to'g'ri. Nima deysiz? Tez keldilaring deyman. Ha. Ha, bo'ldi. Yoqimli ishtaha. Tez keldilaring dedi. Ko'rdilaringmi? Tez boryapman. Mijozlar qilayotgan ishimdan mamnun bo'lyapti. Mijozlar rozi bo'lyapti. Keldik. Menda hozir lekin Gummaxonimda zakaz bor. Ungacha shu akkumulyator almashtirib olishim kerak-da. Bu stansiyaga o'zi birinchi marta kelishim. O'zi bir 30% zaryadkam bor edi, faqat qo'rqdimda, uzoq bitta zakazga yetadi, keyin uzoq ketib qolsa qaytib kelishim qiyin bo'lib qoladi-da. Bo'ldi endi, qo'rqmay bosib sement to'g'in ishlayveramiz. Bemalol yetadi hali nasib.
1641 uzun. 1641 uzun. Rahmat. Ha, uzun. Brat, men shunday o'tib ketay. Sizgamidi? Ha, mana bo'lasiz. Yoqimli ishtaha. Rahmat. Avtosalon Toyota. Xo'p. Assalomu alaykum. Shuni shu tashib ketishni aytishdi-da. 8 ta buyurtmamiz 105 ming. Korzinkadan tushdi bunisi. Yandex. Uzum demoqchi edim. Uzum. Ha, olib chiqaymi? Xo'p. 0779. 0779. Aha. Lekin tayyor qasqay hali. Bo'l. Ozgina soyada kutib turing, qaytsa yapagida. Xo'p. Assalomu alaykum. Sizgami? Birinchi xonadoni. Bo'ldi. Qaysi biri go'shtli 3977 uzum. Bo'ldi. Rahmat. 3 ta bitsa, ha? 77 bin ekan. Zo'rmi? Buni bu yerga qo'yib turamiz. Maxway. Assalomu alaykum. Sargamidi? Mana bo'lasiz. Yoqimli ishtaha. Xo'p, topshirdik. Endi Maxway. Assalomu alaykum. Omonmisiz? Salomatmisiz? Charchaysizmi? Primoy efir demang faqat. Ha, yo'q, jonli emas. Uzumga qaytdingizmi? Bugun shu uzunga chiqdim. Aralashtiramiz. Aralashishda yuribdi. Lekin Yandexda yo'q. Yandex akkauntim yo'q. Blogi bo'lgan. Buni Ha, 5 yilga bo'lgan. 5 yil. Ha. Klient narsani topshirmadi deb jalloba sorgan. Qizni dugonasiga berib ketgan bo'lganmi? U dugonasi qizga berguncha, o'sha qiz bunga menga bermadi deb aytib bo'lgan, u sразу yozib bo'lgan. Iloji yo'qmi, misol uchun keyinchalik mijozlar Keyin aytgan, bu aytgan Yandex plasku. Nima shuki? Eng qizig'ini aytaymi? Klient o'zimda kuryer bo'lgan. Aka deb, jinnimisiz deyapman-da. Qarg'a ko'zim cho'qiydimi deyapman. Cho'qyapti hozir. Hozir. Ana oddiy bir mijoz ana qilsa ham anam qilmasdi-da. Qaysi nimada ulangansiz? Yandexdagimi? Milliy. Milliy? Ha, milliy ham bor edi, keyin narigi rich ham bor edi. Yo'q, u alohida-yu, endi ikkalasini ham akkaunti bor edi. Ovqat yetkazib berishda emas, boshqa narsa yetkazib beradigan joy bor. U milliy edi. Ne shu 300 stories, shu 8-12 soatda. 8 soatlarda bemalol 300 stories topardi-da. Ja, o'lib qolgan kunlar 12 soatda topardi. Suvim soppa-sop. Aha, assalomu alaykum. Mana shuni olasiz. Yoqimli ishtaha. Sog' bo'ling. Bizda yana bitta buyurtma bor. Dastavkani qayerdan olaman? Dastavkani qayerdan olaman? Shum 8642 uzun. 8642. Ha. Ikkalasi bo'ldi. Yoqimli ishtaha. Assalomu alaykum. Uzum 28-23. Rahmat, sog' bo'ling. Buyurtmani 5-qavatdagi eshik oldida qoldirish kerak. Qo'ng'iroq qilishingizni hojati yo'q, debdi. Mayli. Ishtaga qoldirdik. Video ko'rib qolsin. 35-34. 13 ta buyurtma 170 ming so'm. 44 kilometr yuribmiz umumiy. Assalomu alaykum. Dastavkani qayerdan olaman? Uzun. 30-42 ga? Rahmat. Assalomu alaykum. 3-qavatga ekan. 3-qavat o'zimi? Ha, faqat 3-qavat. Nariyoqda? Rahmat. 3-qavatga ekan. Bu yerdanmi? Xo'p. Olib ketishaman. Ha, bo'ldi. Turamizda bir. Yo'q, tushundim aka. Ha, bo'ldi, hozir tushaman debdi. Ha, men o'tirib.
Assalomu alaykum. Menga получается. Aha, sog' bo'ling. Kamera zo'r ekan. Ha. Nega kontent olasan? Shu YouTube'da yurgizaman. Kelishol ekan, xullas men yo'lni topib o'tib ketdim. Assalomu alaykum. Dastavkani qayerda olaman? Shu yerdami? Uzum 27.65. 27.65. Ha. 3 ming. Xo'p. Bo'ldi. Rahmat kattakon. Assalomu alaykum. Yoqimli ishtaha. Assalomu alaykum. Orqamdan pul so'raymi? Rahmat. Yuragim siqilib ketdi, bir 15 minut bo'ldi yo'q kelganimga. Hozir restoran yonidaman, kutib turibman, tayyor bo'lishi bilan olib boraman. Hali berishmadi qo'limga. Skuterdaman. Olsam tez boraman, unaqa ko'p yura olmayman. Zakazda olsam bo'ldi, tez yetib boraman deyman. Xo'p, sog' bo'ling. Shumi? Rahmat. Alo. Aka, eshikni ochib berasizmi? Bo'ldi, ochildi. 3-qavat, a? Bo'ldi, xo'p. Assalomu alaykum. Rahmat sizga. Yoqimli ishtaha, uzra kechib ketdi. Sog' bo'ling. 45.97. Mana berib yuboradi. 50 tayyor emasmi? Rahmat. Ikkalamiz bitta joyga shekilli, ha? Shunaqa edi-yu. KFC ham sizlargamidi? KFC 165 euro ekan. Assalomu alaykum. Uzum 46.36. Rahmat. Tashib ketgan joyini qarada. Shunday qilib chekib qo'yish qiyinmi? Assalomu alaykum. Uzum kuryerman. Aha, keldim. Mahalla ichkasiga kirib keldim-da. 111 Gentra yonidaman. Lokatsiya qo'ygan joyingizdaman, aka. Sizgamidi? Shunaqa shekilli. Aha, yoqimli ishtaha. 81 ming. Rahmat. Assalomu alaykum. Aha. Yoqimli ishtaha. 41.14 uzum. Assalomu alaykum. Uzum kuryerman. Yo'q, o'sha bog'chani yonida qora eshik bor, o'sha yonida turdim. Ha, bo'ldi. Assalomu alaykum. Yoqimli ishtaha. Assalomu alaykum. 0696 uzum. Nechi pul? Nechi pul? 15 Suvmi? Mayli, rahmat. Og'ir qo'ydim, uzr lekin. Wow, akam kamerami? Ha. Blogermisiz? Labi? Blogermisiz? Ja, blogerlik emas. O'zingiz uchun videolar olib turasiz. Ha. Bu narsani ikki tomonlama foydali bo'lsa kerak. Ya, ishda ham zo'rda. Bo'ynimdan ko'p narsa anaqa bo'ldi. Narusheniylar. Isbollab bera olaman-da. To'g'ri. Qanchaga olgansiz? 5 millionga oldim. 5 million? Ya, hozir arzonlab qo'ygan. Men qimmat payti olgandim-da. Yangi chiqqan payti. Hozir 4-3,5 larga ham topasiz. Eng yaxshisi ekan. Ya, hozir yangisi chiqqanda o'sha hisobiga arzonlashgan. Ha. 89 ming. Mana.
Faqat shumi? Assalomu alaykum. Yoqim ishtaha. Dasturxon qayda olaman? 6852. Yo'q, hozir yoniq. Yo'q, ulanmagan o'zi, prosta fleshkasi bor ichida. Telefonga o'sha olib ketaveradi. Bo'ldi. Rahmat kattakon. Anaqa universitet bor ekan, o'shani qalama-qal sharafida turibman. Sizgamidi? Assalomu alaykum. Kartadan to'langan uka. Aha, sog' bo'ling. Qo'llarimni qara, rangini. Assalomu alaykum. Shu yerga tashlab ketishimni aytishdi. Resepsiyonmi? Shu yerga qo'yib kelsangiz, o'zim olib chiqib ketaman deyishdi. Aha. Xullas boru mana oxirgi zakasimni topshirdim. Mana charchadim lekin ochig'i. Qani ko'rsat, men 314 ming. 23 tami bajardim. Hozir yana bu to'liq anaqasi puli chiqadi, uni alohida yana bitta video qilib ko'rsatib boraman.